Dersimiz hurmatli o'quvchilar, ya'ni uchburchaklar berilgan bo'lsa, uchburchaklar sonini topishga qarab o'tamiz. Masalan, bitta uchburchakni olaylik. Uni bitta chizib o'tiraylik. Bu yerda nechta uchburchak bor? Qaraymiz. Bitta, ikkita va katta uchburchaklar nechta? 3 ta. Jami 3 ta. Keyingisida 1, 2, 3 ta. Demak, nechta bo'lyapti? Bitta, ikkita, 3 ta. Va keyingisi qaranglar. Tomonlarga chiqarganimizda A, B, C, D, E. Xo'p, birinchi uchburchak A, B, D. Ikkinchisi B, D, B, E. Uchinchisi E, B, C. To'rtinchisi qaysi? A, C, D, A, B, I, mana. D, B, C. Keyingisi mana. D, B, D, B, C. C. Bak, eng oxirgisi qaysi? Eng katta A, B, B, A, C. Jami nechta uchburchak bo'lyapti? 4 ta. 6 bo'lmayapti. Mana 1, 2, 3 ta. Bu bilan mana 4 ta, bu bilan 5 ta. Oxir katta uchburchak 6 ta. 6 ta. Demak, agar bunaqa chiziqlar ko'p bo'lsa, qanday topamiz? Buni yozadigan bo'lsak, hisoblaydigan bo'lsak, vaqtimiz ko'p ketadi. Buni oson yo'l qaranglar. 1, 2 mi? 1 ga 2 ni qo'shamiz, nechta? 3. Bunisida mana 1 qo'shaman 2 plus 3. Necha bo'ladi? 6. Keyingisini o'zlaring topasiz qaranglar. Bu nechta uchburchak bor ekan? Yozib chiqamiz qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5. 15 ta. 15 ta. 15 ta. 2, 3, 4, 5. Nima necha ekan? 15 ta. Tushunarli? Endi navbatdagi qoida. Bizga mana shu uchburchak berilgan bo'lsa. Xo'p, bunda ham qanday topamiz qaranglar. Demak, bu chiziqni yo'q deb turamiz. Mana bu chiziqni yo'q deb turadigan bo'lsak, demak bitta, ikkita, 3 ta uchburchak, to'g'rimi? Endi bu pastdagi demak asosni yo'q deb tepani qaraydigan bo'lsak, tepada ham nechta bor? 1, 2, 3 ta. Endi hisoblaymiz. 1, 2, 3. Bu nima bo'ldi? 6 bo'ldimi? Bu yerda nechta bo'ldi? 6 bo'ldi. Jami qo'shsak 12 ta. 6 plus 6 bor. Tushunarli? Endi navbatdagi chizma. Xo'p, bunda nechta uchburchak bor? Qanday topamiz? Chiziqlar yo'q deb hisoblaymiz. Aha, demak, bu ikkita chiziq yo'q deb tasavvur qilamiz. 1, endi bu tepadagi uchburchak uchun 1, 2 mi? Ha? Endi buni yo'q deb tasavvur qilsak, bu yerda ham 1, 2 mi? Demak, qo'shadigan bo'lsak, 1, 2, 3 yilimiz nechi? 6. 6. Buni yilimiz 3, buni yilimiz buni yilimiz ham 3, to'g'rimi? Qo'shsak jami necha ekan? 12. Tushunarlimi? Buni yozib olamiz. Endi navbatdagi savolga o'tamiz. Qaranglar, demak, mana shu shakl berilyapti. Shundagi uchburchak sonini toping deyapti. Buni nima qilamiz? Qaranglar. Demak, asosi mana asosi A bo'lgan uchburchakda mana LM kesma 2 ga bo'lyapti, to'g'rimi? Asosi A mi? Endi bu bitta 2 ga bo'lyapti, to'g'rimi? Endi keyingisi uchun S D oladigan bo'lsak, bundan nechta uchburchak ajratyapti mana bu kesma? A kesma. Bu ham 1, 2, to'g'rimi? Va bunisida 3 ekan, ha? 1, 2, 3 ga ajratyapti. Keyingi, demak, asos uchun qanaqadir K D asos uchun oladigan bo'lsak, bundan nechtaga ajratyapti? 1, 2, 3 va 4. Endi ular hisoblaydigan bo'lsak, bunisini demak 3, buniki 6, buniki 10. Jami qo'shadigan bo'lsak, 19 ta uchburchak bor ekan. Xo'p, bunisida o'zing hisoblaysan mustaqil. Bunisi ko'rsatmayman. Xo'p, navbatdagi uchburchak qaraydigan bo'lsak, qanaqa? Demak, ikkita uchburchakni bir-biriga nima qilyapti? Ustma-ust qo'yyapti.
Bunda bitta uchburchak bor, ikkita uchburchak bor va uchinchisi. Bunda ham bitta uchburchak, ikkita uchburchak. Bu uchalasini qo'shadigan bo'lsak nechta? 6 ta, bu tarafda nechta? 6. Demak 6 + 6 teng 12. To'g'rimi? Yo'q, negaki mana bu 3 ni biz qaranglar. Bundan ham hisobladik, bundan ham hisobladik, to'g'rimi? Buni birini ayirib qo'yamiz. Demak nechta ekan? 10 ta. Tushunarli? Endi navbatdagi savol. Demak, to'rtburchakda demak ikkita diagonal uni teng 2 ga bo'lyapti, qaranglar. Bularga biz uchburchak sonini toping deyapti. Xo'p, 1 2 3 4 ta uchburchak bor, a? Demak, bu 4 ta uchburchak. Endi buni oladigan bo'lsak, mana. Bu bilan 5. Bu bilan 6. Bunaqasiga 7. Va bunaqasiga nechta? 8 ta. Buni oson yo'li bor ekan. Demak, 1 2 3 4 mi? 4 karra 2 bor. Tushunarlimi? Bunisi bilan ham 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunda ham xuddi shunday sanab chiqadigan bo'lsak, sanasak bo'ladi, lekin bu oson yo'li, demak 8 bilan 2 16. Tushunarlimi? Demak, 16 uchburchak bor ekan, yozib olamiz. 3. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, demak bugungi mavzumiz shundan iborat. Bunga vazifa demak sifatida sizlarga men tashlab yozib qo'yaman. Demak, shu bilan darsimiz tamom.